Assalomu alaykum. YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlarga Robot showroomni obzor qilib beraman. Qanaqa tovarlarimiz bor, qanaqa assortimentlar bor, ko'rishingiz mumkin bo'ladi zinalar bo'yicha. O'zi mijozlar 3 ta segmentga bo'linadi. Birinchisi sharqona uslubni yaxshi ko'radi. Uyda maksimal darajada hashamatli naqshlarni xohlaydi. Aynan shunaqa mijozlarimiz uchun bizni mana ko'ryapsizlar, bu yerda 3D balasinada chiqarilgan balasinalarimiz oqqa tillarang qilingan va bu yerda oqqa seri qilingan. Stupenkalari ham oppoq bo'lgan, teksturalar chiqarilgan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va bu zinani boshiga katta stolga qo'yganmiz. Mana ko'ryapsizlar. Ikkita stupenkani egallab turibdi. Bu drakon deyiladi. Juda ham chiroyli bitta turadi. Mana bu kichikroq ko'ryapsizlar. Bu ikkita stupenkada turgan bo'lsa qayrilib va bu bo'ladigan bo'lsa bitta stupenka turibdi. Bu xo'roz deymiz buni. Bu seri rangda bo'lgan, oq bilan kumush rang, ya'ni kombinatsiya qilingan. Ya'ni naqshinkor uslubni yaxshi ko'radiganlar, hashamat yaxshi ko'radigan mijozlarimizga mana shu uslubni tavsiya qilamiz. Endi ikkinchi uslub, ya'ni ikkinchi segment insonlar bor. Ular minimalizmni, neoklassikani yaxshi ko'rishadi. Ortiqcha detallar bo'lmasin uyda, hamma narsa balansda bo'lsin, me'yorda bo'lsin deb harakat qilishadi. Ya'ni maksimal darajada ortiqcha detallardan qochadigan mijozlarimizga bu yerda high-tech va neoklassik uslubga mos keladigan zinalarimiz bor. Bu zinani ko'ryapsizlar, hech qanaqangi ortiqcha naqshlari yo'q. Balasinalari ham to'rtburchak bo'lgan liniyalar bilan, bu yerda ham stoykalari ham o'ziga o'xshagan holatda bo'ladi. Ko'p holatlarda bu zinalarning birinchi stoykasiga mana shunaqa buyurtma asosida alohida stoyka qo'yib beramiz. O'shanda yana ham hashamatli ko'rinadi. Va bu yerda ko'ryapsizlar, eng ko'p tanlanayotgan uslub hozir zinalarda mana shu balasina bo'lsa, to'rtburchak kerak emas, lekin menga oddiy bo'lishi kerak deydiganlarga mana bu yerda xuddi shunga o'xshagan balasinani dumaloq versiyasi bor. Mana bu yerda ham alohida turgan ekan, ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli holatda bo'ladi bu ham. Uchinchi segment vakillariga klassik ko'rinish juda ham yoqadi. Uyda detallar kam emas, ko'p emas, hamma narsa me'yorida bo'lsin deydiganlar uchun mana bu zinamiz mos keladi. Bu klassik uslub. Bu yerda ko'rasizlar, balasina unaqa minimalizm emas, lekin naqshlanmagan, faqatgina har xil shakllardan iborat holatda bo'ladi. Bu zinamizdan ko'rasizlar, mana bu yerda ko'rgan edinglar, oq zinaga tillarang va kumush rang qilgan bo'lsa, mana bu yerdagi jigarrang zinamizga, ya'ni yong'oq zinamizga jigarrang stoykani, bu ham drakon deyiladi. Shunaqa qo'yib berganmiz. Bu jigarrang rang ham juda ham zo'r ko'rinadi. Plyusi ko'rasizlar, yog'och o'zining tabiiy ranglari, teksturalari ko'rinyapti. Mana bu narsa stoyka ham jigarrang bo'lishi juda ham hashamatli va bag'atli vid beradi. Balasinalari ham xuddi shunaqa maxsus shakllar asosida, ya'ni 2D deyiladi. 2D balasina bo'lgan. Bu yerda yana ko'ringlar, showroomimizda bor bizani boyagi balasinalar, undan tashqari har xili bor. Boydagi 3D versiyalarni ham mana bu rang ko'rasizlar. Xuddi shunaqa kumushga sepilgani, tillaga sepilgani, bu yerda rangsiz versiyasi va keyin bu yoqni ham yaqinlashtirib oladigan bo'lsangiz, bu yoqda ham 3D balasinaning boshqacha fasollari ham bor. Ya'ni ingichkaroq turadigan fasollari ham bor. Unaqa balasinalar. Bu yoq tomonga o'tadigan bo'lsak, jigarrang balasinalar bor. Oppoq kerak emas, oxirgacha yog'och bo'lsin, rangi deydigan bo'lsangiz, shunaqa bemalol jigarrang rangdagi balasinalarni ham qo'yib berish imkoniyatimiz bor. Keladigan bo'lsangiz, bu yerda mana choy qilib, sharoitlarni qo'yganmiz. Televizorda sizlarga rasmlarni ko'rsatamiz. Va eng asosiy masala zinaning narxlari deydigan bo'lsak, narx nimaga qarab chiqadi? Tasavvur qiling, siz uyingizda zina bor, beton holatda turibdi. Biz siz zinangizga eng kamida 5 xil yoki undan ham ko'p narx berishimiz mumkin. Bu nimaga bog'liq? Birinchi navbatda zinaning materialiga bog'liq bo'ladi. Asosiy masala stupenkada bo'ladi. 2025-yil hozir oktyabr oyi holatiga ko'ra narxlar aytaman. Masalan, qayrag'och zinamizning narxi bitta stupenkasi $150 dan bo'ladi. Bu stupenkaning boshqalaridan nima farqi bor deydigan bo'lsangiz, bu yoq ko'ryapsizlar, yaxli tekstura bo'ladi. Tekstura bo'lmaydi hech qanaqangi. Bu oldi tomoniga yog'och qo'yganmiz. Atroflari yog'och, mana ko'ryapsizlar. To'liq yog'och stupenkani holatini berib turibdi. Orqasi bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa bo'lak-bo'lak qilib birinchi yig'ib olinadi. Bu endi abrazis bo'lganiga mana bu boshqa yog'ochdan turibdi. Aslida mana bu yog'ochdan bo'ladi. Og'zinani ko'rsa, mana bu ham qayrag'ochdan qilingan. Teksturalariga seri kumush rang tekstura chiqarib, oq kraska sepilingan. Mana orqasi qayrag'och yog'ochini o'zidan birinchi to'qib olinadi. Yog'och aylantiriladi. Mana xuddi shunaqa holatda.
Undan keyin ustiga 1,5 santimetr qalinlikda yog'och yopishtiriladi. Juda ham og'ir, mustahkam narsa chiqadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Nimaga bunaqa qilasizlar? Nimaga orqasiga bo'lasizlar? Atxotni qorasizlarmi deganda yo'q. Ya'ni texnologiya shunaqa. Yog'och bu tabiiy narsa. Tabiiy narsa bo'lgandan keyin o'zi biz 30 kun davomida quritamiz yog'ochni, sushilkada maxsus. U yerda qurib chiqqandan keyin ham tabiiy narsa bo'lgani uchun 1 yil, 2 yil yoki 2-3 oy ichida bu narsa o'zini ko'rinishini o'zgartirishi, qiyshayishi, kelajakda zina ustun bo'lgandan keyin g'irchillashi kuzatilishi mumkin. Bu nimaga? Yog'och tabiiy bo'lgani uchun qiyshayishini hisobiga g'irchillashlar paydo bo'ladi. Shu narsa bo'lmasligi uchun birinchi yog'ochlar quritilanadi, maxsus ishlov berib, bo'laklarga bo'lib, qayta shunaqa yig'ilgandan keyin bu narsa уже o'zgarmaydigan holatga keladi. Va undan keyin biz ustiga yaxlit qilib yog'och yopishtirib, pressda yopishtiriladi hammasi va oldiga shunaqa yog'och to'qiganimizdan keyin mana shu yaxlit teksturani ola olamiz. Hozir men qayrag'och misolida aytayapman. Xo'p, buni tegini shunaqa to'qimasdan qilish imkoniyati bormi degan savol tug'ilishi mumkin. Ha, bor deb javob beramiz. Mana bu yoqda xuddi shu qayrag'och zinamizni ko'rsatamiz. Mana ajralmagan, ko'ryapsizlar. Yaxlit yog'och. Bu faqat bo'lak-bo'lak qilib qayta yig'ilingan. Bitta qayrag'ochda minus tomoni buni teksturasi bo'linib ketadi. Undan ko'ra mana shu sendvich uslub deymiz, boya ko'rsatganimni, o'shani qiladigan bo'lsa, ancha yaxshi yechim bo'ladi. Buni bo'lganimiz bilan yana qayta ulaymiz. Bu yo'llarni ko'ryapsizlar. Zamok holatda ulanadi hammasi. Bu narsa o'sha aytganimdek, kelajakda ham yaxshi holatda turishini ta'minlashga yordam beradi. Bu qayrag'och yog'ochimiz misolida bo'ldi. Undan tashqari juda ham yog'och turlari bo'yicha zinalarimiz bor. Mana hozir sizlar bizani avrejlarimiz haqida qisqacha bo'lsa ham ma'lumot oldinglar. Qanaqa showroomda zinalar tayyorlab qo'yganmiz, ba'zi zinalar bor. Bizani kuzatishga davom etinglar. Kanalimizga obuna bo'ladigan bo'lsanglar, keyingi videolarda biz nimani ko'rsatamiz? Har bir tarif haqida batafsil ma'lumot beramiz. Qayrag'och narxi buncha, nimaga aylanmuncha? Bu bo'yicha alohida video, shpon bo'yicha, lamel bo'yicha, hamma mahsulot turi bo'yicha alohida video qilib, xudo xolasa sizlarga ko'rsatamiz. Salomat bo'linglar.